Assalomu alaykum aziz opa-singillar, hurmatli onaxonlar va pensioner ayollar. Bugun men sizga juda muhim, ko'pchilik bilmay qolayotgan, lekin har bir ayol pensionerning cho'ntagiga, hujjatlariga va kelajakdagi huquqlariga bevosita ta'sir qiladigan yangi qoida haqida tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta kichik hujjat, bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta arza kechikishi sababli odam o'ziga tegishli puldan, imtiyozdan yoki qayta hisob kitobdan bexabar qolishi mumkin. Men bugun murakkab qonun tilida emas, oddiy odam tushunadigan qilib aytaman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Kimlar bundan foyda ko'rishi mumkin? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Qaysi joylarda ehtiyot bo'lish zarur va eng muhimi, ayol pensioner bugundan boshlab nima qilish kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni onangizga, opangizga, qo'shningizga, mahalladagi pensioner ayollarga yuboring. Chunki bu mavzu bir kishiga emas, juda ko'p oilalarga aloqador. Men ko'p yillardan beri pensionerlar murojaatlari bilan ishlaganimda bitta holatni juda ko'p ko'raman. Odam pensiyaga chiqqan, lekin o'z mehnat staji, ish haqi ma'lumotlari, bolani parvarish qilgan davri, ish joyi yo'q bo'lib ketgani. Orqada hujjatlari yoki qayta hisoblash huquq haqida to'liq bilmaydi. Natijada ba'zi ayollar yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Ba'zilari esa qo'shimcha davrlarni stajga qo'shtirish mumkinligini umuman eshitmagan bo'ladi. Avval amaliyotda ko'plab masalalar qiyinroq edi. Ayol pensioner o'z huquqini tasdiqlash uchun bir nechta joyga borishi, eski ish joyidan ma'lumotnoma izlashi, arxivdan javob kutishi, mahalladan tasdiq olib kelishi, ayrim hollarda esa sudgacha borishi kerak bo'lardi. Ayniqsa Sovet davrida yoki 90-yillarda ishlagan ayollarda hujjatlar tarqoq bo'lishi ko'p uchraydi. Korxona tugatilgan, nomi o'zgargan, mehnat daftarchasida muhr xira bosilgan, familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Shunday vaziyatlarda ko'p ayollar mayli, bo'riga shukur deb yuraverardi. Endi esa asosiy yangilik shundan iboratki, pensioner ayollar o'z pensiya huquqlarini qayta ko'rib chiqish, hujjatlarni aniqlashtirish, ayrim davrlarni tasdiqlash va murojaatni rasmiy tartibda ko'rib chiqtirish imkoniyatlariga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Men buni hammani xursand qiladigan qoida deb atayotganimning sababi shuki, bu faqat yangi pensiyaga chiqayotganlarga emas, allaqachon pensiya olayotgan ayollarga ham aloqador bo'lishi mumkin. Ya'ni men pensiyaga 5 yil oldin chiqqanman, endi menga tegmaydi deb o'ylash noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin men darhol ogohlantiraman. Har bir odamda natija bir xil bo'lmaydi. Kimdadir pensiya oshishi mumkin, kimdadir hujjat yetishmagani aniqlanadi, kimdadir avvalgi hisob kitob to'g'ri bo'lib chiqadi. Muhimi, siz o'zingizning holatingizni tekshirtirish huquqiga egasiz. Ko'pincha odamlar aynan shu huquqdan foydalanmagani uchun yutqazadi. Endi men masalani batafsil tushuntiraman. Ayol pensionerlar uchun eng muhim 3 ta narsa bor. Mehnat staji, ish haqi ma'lumotlari va pensiyaga ta'sir qiladigan qo'shimcha davrlar. Pensiya miqdori ko'pincha odam qancha yil ishlagani, qaysi davrlarda rasmiy ish haqi olgani, ijtimoiy badallar to'langan to'lanmagani va hujjatlar qanchalik to'g'ri rasmiylashtirilganiga bog'liq bo'ladi. Masalan, bir opa 1905 yildan 1906 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin farzandlari kichik bo'lgani uchun uyda o'tirgan. So'ng 2005 yildan 2015 yilgacha maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlarda muhr aniq bo'lmagan. Ish haqi ma'lumotlari esa to'liq topilmagan. Agar shu opa mening pensiyam shuncha ekan deb yuraversa, ehtimol u o'ziga tegishli hisob kitobni to'liq olmasligi mumkin. Lekin u orqadan ma'lumot toptirsa, eski korxonaning huquqiy vorisi bor yo'qligini aniqlasa, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlatsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir misol. Ayol kishi 3 nafar farzandni dunyoga keltirgan. Ishlagan davrlari orasida bola parvarishi bilan bog'liq tanaffuslar bo'lgan. Ko'pchilik shuni noto'g'ri tushunadi. Uyda bola boqib o'tirgan davrim umuman hisobga olinmaydi deydi. Aslida ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar zarur bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu yerda eng katta xato shuki, ayollar hujjatlarni yig'masdan turib o'zlari xulosa chiqarib qo'yadi. 3-misolni olaylik. Bir onaxon 6 yoshdan oshgan pensiya oladi. Keyin turmush o'rtog'i vafot etgan.
lekin turmush o'rtog'i vafot etgan. U ba'zan boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq huquqlar, turmush o'rtog'i pensiyasi bilan taqqoslash, o'z pensiyasi va boshqa turdagi to'lovlar o'rtasidagi farq haqida bilmaydi. Men bu yerda hamma albatta boshqa pensiyaga o'tadi demayapman. Yo'q. Lekin ayrim holatlarda tanlov, qayta hisoblash yoki boshqa asosda murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Shuning uchun turmush o'rtog'i vafot etgan ayollar ayniqsa o'z holatini alohida tekshirtirish kerak. Kimlar albatta e'tibor bersin. Birinchi navbatda mehnat daftarchasida bo'sh joylar, xira-muhrlar noto'g'ri sana. Familiya farqi, korxona nomi o'zgargan davrlar bo'lgan ayollar. Ikkinchidan, sovxoz, kolxoz, fabrika, zavod, bog'cha, maktab, shifoxona, savdo tashkilotlari, maishiy xizmat, tikuvchilik, paxta mavsumlari, mavsumiy ishlar kabi joylarda ishlaganlar. Uchinchidan, farzandlari ko'p bo'lgan, ish faoliyati oralig'ida tanaffuslar qilgan, lekin bu davrlar hujjatlarida to'liq aks etmagan ayollar. To'rtinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan va rasmiy daromad olgan pensionerlar. Chunki ayrim holatlarda keyingi ish davrlari ham qayta hisoblash masalasida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasin. Agar sizning barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiyaga chiqishda barcha ish joylaringiz tasdiqlangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari tizimda aniq ko'ringan bo'lsa va siz avval ham qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilib yozma javob olgan bo'lsangiz, vahima qilish shart emas. Lekin shunda ham men bir narsani maslahat beraman. Pensiya ishingiz bo'yicha kamida bir marta rasmiy ma'lumot oling. Chunki hammasi joyida bo'lsa kerak degan gap bilan rasmiy tekshirildi, javob berildi degan gap bir xil emas. Bu o'zgarishning odamlarga ta'siri nimada? Eng katta ta'sir shuki, pensioner ayollar passiv kutib o'tirmasligi kerak. Ilgari ko'pchilik davlat o'zi biladi, hisoblab bergan bo'lsa to'g'ridir deb o'ylardi. Amalda esa har qanday tizim hujjatga qaraydi. Hujjat bo'lmasa, tizim sizning ishlaganingizni, qancha oylik olganingizni, qachon bola parvarishida bo'lganingizni, familiyangiz qachon o'zgarganini o'zi taxmin qilmaydi. Demak, sizning vazifangiz o'z mehnat hayotingizni hujjatlar bilan tartibga solish. Men raqamli misol keltiraman. Aytaylik, bir ayolning pensiyasi 900 ming so'm atrofida belgilangan. Keyin u 6 yil oldingi ish staji hisobga kirmagani aniqladi. Bu 6 yil avtomatik ravishda juda katta o'sish beradi deb aytish noto'g'ri. Chunki pensiya formulasi bir nechta omilga bog'liq. Lekin ba'zi holatda 100 ming, 200 ming so'm yoki undan ko'proq farq chiqishi mumkin. Bu bir oyda kichik ko'rinsa ham bir yilda sezilarli pul bo'ladi. Masalan, oyga 1,5 ming so'm farq bo'lsa, bir yilda 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Pensiona ayol uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki nabirasiga yordam degani. Yana bir holat. Bir opaning ish haqi ma'lumotlari faqat oxirgi past maoshli yillar bo'yicha olingan. Lekin u avvalroq yaxshi oylik olgan davrda ishlagan bo'lishi mumkin. Agar qonunchilikda belgilangan tartibda boshqa maqbul davrlar tanlanishi yoki hujjat bilan tasdiqlanishi mumkin bo'lsa, bu ham pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya faqat yoshga qarab beriladigan to'lov emas. U sizning butun mehnat tarixingizning natijasidir. Endi eng muhim joyga keldik. Istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar. Birinchi nozik jihat. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Sizga baribir chiqmaydi. Bu davr hisoblanmaydi, arxivdan topilmaydi. Keragi yo'q degan gaplar ko'p aytiladi. Lekin huquqiy masalada og'zaki javob yetarli emas. Men har doim aytaman. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, yozma javob oling. Yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni aniq bilasiz. Og'zaki rad javobi esa ertaga isbot bo'lmaydi. Ikkinchi nozik jihat familiya o'zgarishi. Ayollar ko'pincha turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda turmushdagi familiya, bolalar guvohnomasida boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Tizim yoki xodim buni avtomatik bir odam deb qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, nikoh bekor qilingan bo'lsa tegishli, hujjat familiya o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumotlar juda muhim. Uchinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi xato yozuv. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki buyruq raqami bor, lekin muhr yo'q. Yoki korxona nomi qisqartma bilan yozilgan. Bunday holatda darhol bu davr kuydi deb o'ylamang. Arxiv, korxona vorisi, yuqori tashkilot, mahalliy hokimlik arxivi yoki sud tartibida faktni aniqlash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Albatta, har bir yo'lning o'z talabi bor. Lekin imkoniyatni tekshirmasdan voz kechmang.
To'rtinchi nozik jihat rasmiy ishlamagan davrlar. Ko'pchilik men bozorda ishlaganman, uyda tikuv qilganman, odamlarga xizmat qilganman deydi. Agar bu faoliyat rasmiy hujjatlar, soliq to'lovlari, yakka tartibdagi tadbirkorlik, mehnat shartnomasi yoki boshqa asoslar bilan tasdiqlanmasa, uni pensiya stajiga qo'shish qiyin bo'lishi mumkin. Bu og'riqli masala, lekin men haqiqatni aytishim kerak. Pensiya tizimi xotiraga emas, hujjatga tayanadi. 5-chi nozik jihat ariza bergan sana. Ba'zi to'lovlar yoki qayta hisoblashlar murojaat qilingan kundan boshlab qo'llanishi mumkin. Ba'zilari bo'yicha o'tgan davr uchun ham hisob-kitob tartibi bo'lishi mumkin. Bu masalada har doim amaldagi qonunchilik va sizning aniq holatingiz muhim. Shuning uchun keyin boraman, qishdan keyin ko'raman. Bolam bo'shasa boramiz deb cho'zish foydali emas. Agar huquqingiz bo'lsa, vaqtida murojaat qiling. 6-chi nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Yangi qo'yda pensiya oshishi, ayollarga pul berilar ekan degan gaplar chiqsa, albatta ayrim firibgarlar ham paydo bo'ladi. Ular pasportingizni yuboring, plastik kartangiz raqamini bering, SMS kodni ayting, oldindan to'lov qiling, pensiyangizni oshirib beraman deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech kimga SMS parolini aytmang, bank kartangiz paroliga kirmang, hujjatingiz nusxasini begona odamga yubormang. Rasmiy masalalar pensiya jamg'armasi, Davlat xizmatlari markazi, mypod.uz yoki rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. 7-chi nozik jihat. Hamma ayollarga bir xil miqdor qo'shilmaydi. Internetda barcha ayollarga 500 ming so'm qo'shiladi. Hamma pensioner onalarga bir martalik pul beriladi. Faqat ariza yozsangiz bo'ldi degan gaplar tarqalishi mumkin. Men bunday xabarlarga ehtiyotkorlik bilan qarashni maslahat beraman. Har qanday pul to'lovi yoki pensiya oshishi rasmiy hujjat, qaror, farmon yoki belgilangan tartibga asoslanadi. Agar rasmiy manbada yo'q bo'lsa, ishonmang. 8-chi nozik jihat nogironligi bo'lgan ayollar, yolg'iz yashovchi onaxonlar, kam ta'minlangan oiladagi pensionerlar va parvarishga muhtoj shaxslar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat yoshga doir pensiya emas, nafaqa, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, mahalla orqali ko'mak, tibbiy imtiyozlar ham ko'rib chiqilishi kerak. Ba'zan pensioner ayol pensiyasini oshira olmasligi mumkin, lekin boshqa turdagi yordamga haqli bo'lib chiqadi. Shuning uchun masalaga kengroq qarash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom yoki o'qish hujjatlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar. Arxiv javoblari, sud qarorlari bo'lsa, hammasini alohida joyga qo'ying. Hujjat yo'qolsa, masala qiyinlashadi. Hujjat bor bo'lsa, imkoniyat bor. Ikkinchi qadam, o'z mehnat yo'lingizni qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Korxona nomi qanday edi? Keyin nomi o'zgarganmi? O'sha joy hozir bormi? Kimlar bilan ishlagansiz? Taxminan qancha maosh olgansiz? Bu ro'yxat mutaxassis bilan gaplashganda juda yordam beradi. Chunki ko'p onaxonlar idoraga borganda hayajonlanib, ayrim davrlarni unutib qo'yadi. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qiling. Agar elektron xizmatdan foydalana olsangiz, mypod.uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Lekin ko'p pensioner ayollar uchun eng qulay yo'l ishonchli farzandi yoki yaqin qarindoshi bilan birga borib rasmiy ariza berishdir. 4-qadam, arizada talabingizni aniq yozing. Masalan, mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, mehnat stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar aniq davr bo'lsa, shuni yozing. 1997-1994 yillarda falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajimga kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Ariza qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik aniq bo'ladi. 5-qadam. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki qabul qilingan sana yozilgan nusxani oling. Bu juda muhim, chunki keyin men murojaat qilgan edim degan gapni isbotlash uchun qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. Agar hujjatlaringiz nusxasini topshirsangiz, aslini imkon qadar o'zingizda saqlang. Asl hujjat kerak bo'lsa qabul qilgan shaxsdan tartibini so'rang. 6-qadam, arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Eski korxona yopilgan bo'lsa,
uning hujjatlari davlat arxivida, tuman arxivida yoki boshqa tashkilotda saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Arxiv javobi ba'zan tez keladi, ba'zan vaqt oladi. Lekin topilgan bitta ma'lumotnoma pensiya hisobingizda katta rol o'ynashi mumkin. 7-qadam, rad javobi kelsa darhol tushkunlikka tushmang. Avval rad javobini diqqat bilan o'qing. Nima sababdan rad etilgan? Hujjat yetishmadimi? Davr tasdiqlanmadimi? Qonunda asos yo'q deb yozildimi? Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, uni topishga harakat qiling. Agar siz javobni noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki huquqiy maslahat olish imkoniyati bor. 8-qadam, mahalladagi ijtimoiy xodim qizlar faoli. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki davlat xizmatlari markazidan qo'shimcha yo'l yo'riq so'rang. Ayniqsa yolg'iz yashovchi onaxonlar bunday masalani yolg'iz ko'tarib yurmasligi kerak. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar ham yordam bersin. Lekin yordam berayotgan odam ishonchli bo'lishi shart. 9-qadam, pensiya miqdoringizni har oy kuzatib boring. Plastik kartaga tushgan pulni tekshiring. SMS xabarnomani saqlang. Agar o'zgarish bo'lsa, sababini so'rang. Ba'zi onaxonlar kartani farzandiga berib qo'yadi va o'zi qancha pensiya tushayotganini bilmaydi. Men buni to'g'ri deb hisoblamayman. Pensioner ayol o'z pulini, o'z huquqini bilishi kerak. 10-qadam. Rasmiy yangiliklarni kuzating. Telegramdagi noma'lum kanallar, ovozli xabarlar, bir tanishim aytdi degan gaplar bilan emas, rasmiy idoralar e'lonlari, pensiya jamg'armasi axborotlari, hukumat qarorlari va ishonchli mutaxassislarning tushuntirishlari bilan ish tuting. Agar biror yangilikni eshitsangiz, darhol hujjatlaringizni begonalarga yubormang, avval tekshiring. Men yana bir muhim maslahat beraman. Agar oilangizda pensioner ayol bo'lsa, unga o'zingiz boring deb qo'ymang. Ko'p onaxonlar idoraga borishdan tortinadi, navbatdan charchaydi, savol berishga uyaladi. Farzand sifatida, nabira sifatida yonda boring. Hujjatlarni tartibga soling, arizasini yozishga yordam bering. Bu katta ish emas deb ko'rinadi, lekin onangizning pensiyasi oyma-oy ozgina bo'lsa ham oshsa, bu uning hayot sifatiga ta'sir qiladi. Demak, azizlar, bugungi eng muhim fikr shuki, ayol pensionerlar o'z pensiya huquqlarini tekshirtirishdan qo'rqmasligi kerak. Avvalgi yillarda hisobga olinmay qolgan staj, topilmagan ish haqi ma'lumoti, familiya o'zgarishi, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar yoki boshqa hujjatlar pensiya masalasida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Hamma holatda pensiya oshadi deb va'da bermayman, lekin tekshirtirmagan odam o'z haqini bilmay qolishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, bu videoni albatta boshqa ayollarga yuboring. Ayniqsa onangiz, qaynonangiz, opangiz, qo'shningiz, mahalladagi yolg'iz onaxonlar ko'rsin. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz bo'yicha tushunarsiz joy bormi? Mehnat daftarchangizda muammo bormi? Qayta hisoblashga murojaat qilganmisiz? Men sizlarning savollaringizga qarab keyingi videolarda yanada aniqroq tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va eng muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kuzatib boring.